Diqqat, ogoh bo'ling. O'zgidromet O'zbekistonda 21-mart kunidan 28-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz shu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 26 va 28-mart kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 21-22-mart kunlari 5-10 daraja iliq, 23-27-mart kunlari 7-12 daraja iliq, 24-26-mart kunlari 8-13 daraja iliq, 27-28-mart kunlari 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21 va 27-mart kunlari 20-25 daraja iliq, 22-26 kunlari 22-27 daraja iliq, 28-mart kuni 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24-25 kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 22-23 va 26-28 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-22 kunlari 8-13 daraja iliq, 23-28 kunlari 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21 va 27-28 kunlari 20-25 daraja iliq, 22-26 kunlari 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21 va 24-26 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 22-23 va 27-28 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-26 kunlari 7-12 daraja iliq, 27-28 kunlari 10-15 daraja iliq. Kunduzi 21-23 va 28 kunlari 20-25 daraja iliq, 24-27 kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-23 va 27 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24-26 va 28-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 21-22 va 28-mart kunlari 20-25 daraja iliq, 23-27 kunlari 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 23 va 27-28 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-mart kuni 5-10 daraja iliq, 22-26 kunlari 7-12 daraja iliq, 27-28 kunlari 10-15 daraja iliq, kunduzi 21 kuni 17-22 daraja iliq, 22-24 va 28 kunlari 20-25 daraja iliq, 25-27 kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 24-25 kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 21 kuni 0-5 daraja iliq, 22-28 kunlari 3-8 daraja iliq. Kunduzi 21 kuni 7-12 daraja iliq bo'ladi. 22-28 kunlari esa 14-19 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.